Azizlar, xayrli kun. Vazn yo'qotishga yordam beruvchi inyeksiyalar va dorilar. Bu dorilar kirib kelganida biz doktorlarda umid uyg'ongan edik. Chunki og'ir vazn sabab rivojlanadigan diabet, yurak, qon tomir kasalliklari, bo'g'im og'riqlari va hattoki depressiya, ruhiy tushkunlik holatlarini kamayishiga umid qilgan edik. Marketga birinchi bo'lib semaglutid, ya'ni Ozempic va Wegovy, so'ngra Mounjaro, ya'ni tirzepatid dorilari kirib keldi. Hozirda Mounjaro boshqa GLP-1 dorilariga qaraganda yetakchilik qilmoqda. Ya'ni semaglutidga solishtirganda vazn yo'qotish ko'rsatkichi ancha baland. Shuning uchun ham ancha populyarni. Ammo har qanday dori singari Mounjaroning ham ilmiy asoslangan foydalari va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflari bor. Buni ustiga hali dori to'liq o'rganib asoslangan tadqiqotlardan o'tmagani uchun turli xavflar yuzaga kelmoqda. Bilingki, har bir yangi dorini xavfsizligini o'rganishga kamida 5 yil kerak bo'ladi. Bu video asosan Mounjaro haqida. Agar ushbu dorida bo'lsangiz, ma'lumotlardan o'ta xursand bo'lib yoki tushkunlikka tushib emas, balki to'g'ri xulosa chiqarib qaror qabul qilasiz deb umid qilaman. Buyuk Britaniya tajriba va kuzatuvlariga qaraganda, Mounjaro semizlik natijasida rivojlangan qandli diabetda juda ham ijobiy, foydali ta'sirini ko'rsatgan. U qondagi shakar miqdorini sezilarli darajada kamaytirgan. U ochlik va to'qlik hissini boshqaruvchi miya markazlarida ta'sir qilib, ishtahani kamaytirgan va ovqat iste'molini nazorat qilishni osonlashtirilgan. Hamma ma'lumotlar NICE guidelines, NICE protokollarida yozib, aniq aholiga taqdim qilingan. Eng yuqori, ya'ni 15 mg doza qabul qilgan bemorlarda tana vaznini 20% ga kamaygani kuzatilgan. Bu ba'zi bariatrik, ya'ni oshqozonni kichraytiruvchi jarrohlik natijalariga yaqin ko'rsatkichdir. Bemorlarda bu ko'rsatkichlar natijasida turmush tarzlarining yaxshilanishi, ruhiy holatlarning yaxshilanishi, depressiyalarning kamayishi kuzatilgan. Lekin xavflari va noxush ta'sirlari ham qayd qilingan va hozirgacha qilinmoqda. Keling, hozir shularni ko'rib chiqamiz. Masalan, oddiygina va ko'p uchrovchi xavflaridan biri ovqat hazm qilish muammolari. Bu ko'ngil aynish, qusish, diareya va qavziyat holatlari odatda vaqt o'tishi bilan sekin-asta kamayadi. Ammo xavfli ta'sirlaridan biri bo'lmish qalqonsimon bez kasalliklari bilan og'rigan bemorlarda bez o'smasi, saratoni rivojlanish xavfi bor. Yana bir xavfli ta'siri bu pankreatit, oshqozon osti bezining yallig'lanishi. Bu holat hozirda juda ham ko'p uchramoqda, shu jumladan o'zim ham kunni kecha xuddi shu holatga voqif bo'ldim. O't pufagi muammolari. Mounjaro tez vazn yo'qotishga sabab bo'lgani uchun o't toshlari va o't pufagi yallig'lanishi, ya'ni xoletsistitni xavfini oshirishi mumkin. Bundan tashqari eng xavotirlisi, yaqinda BMJ, ya'ni British Medical Journal jurnalida shu oygi sonida GLP-1 inyeksiyalariga, shu jumladan Mounjaroga ham bog'liq maqola chop etildi. Maqolada noxush ta'sirlariga bog'liq bo'lgan 82 ta o'lim qayd qilingan. Bundan 18 tasi Mounjaroga, 29 tasi semaglutid bo'lmish Ozempic, Rybelsus va Wegovyga, 35 tasi esa avvalroq chiqqan liraglutid dorisi, ya'ni Saxenda va Victozaga to'g'ri kelgan. Endi sog'lom turmush tarzida xavf soluvchi og'ir vaznni yo'qotishga endi umid uyg'onganda yuqoridagi ko'rsatkichlar hafsalarni pir qiladi. Xo'sh, bu dorilar haqida tibbiy ekspertlar va qo'mitani fikri qanday, maslahatlari qanday bo'lyapti? Birinchi o'rinda, tabiiy yo'llar bilan vazn yo'qotishni tavsiya qilamiz doim ham. Ya'ni jismoniy harakat, to'g'ri ovqatlanish va to'g'ri kun tartibi. Agarda tabiiy yo'llar bilan vazn yo'qotishni iloji bo'lmasa va ushbu dorilarga ehtiyoj sezsangiz, unda shifokor bilan albatta maslahatlashing. Chunki shifokor yordamida yondosh kasalliklarni inkor qildirish lozim. Bu dorilarni qabul qilayotganda sog'lom turmush tarzini davom ettirishni unutmang. Chunki dori qimmatlik qilib yoki noxush ta'sir natijasida to'xtatishga majbur bo'lsangiz, avvalgi vazningiz 2-3 yil ichida yana qaytadi. Sog'lom turmush tarzi esa bu qaytishni sekinlashtiradi. Dorilar qat'iy nazorat ostida eng kichik dozadan boshlanadi. Qabul qilishdan oldin va qilish jarayonida jigar va qalqonsimon bez funksiyasini tekshirish maqsadga muvofiq. Dorilarni kimlar uchun mumkin emasligi va yana boshqa qo'shimcha ma'lumotlarni quyida qoldiraman, albatta ko'rib chiqing.